Assalomu alaykum hammaga. Hayot ayyominglar bilan tabriklayman hammani. Sog' salomat bo'linglar. Bugun 20-mart biz Buxoroga ketyapmiz. Buxoro vokzaliga keldik. Yo'dagi avtobusimiz. Hurmatli mehmonlar, sayohatimiz davomida bir nechta iltimoslarimiz bor. Birinchi iltimosimiz iloji bo'yicha ekskursiya paytida ekskursiyaga quloq solaylik, chunki sizlarga savollar tug'ilishi mumkin. Har bitta savolga alohida javob berishdan ko'ra to'liq ekskursiya qilamiz, savollarga javob olasizlar. Vaqt Buxoroda katta xalq urushi bo'ladi, shialar va sunniylar o'rtasida. Ya'ni Buxoro qushbegisi, ya'ni qushbegi bosh vazir, premyer ministr sunniy mazhabidan bo'ladi. Shayxul Islom esa Shia mazhabidan bo'ladi. Shayxul Islom musulmon davlatlarda Shayxul Islomlar bor. Ular davlatda shariat qonunlari asosida boshqaradi. Shayxul Islom Reistondan keyin kichkina ko'rinadi. Bo'ldimi shu joymi? Тоже такие комнатушки. Mam bunu yığılıp orasını pisiyor. Qudimiz Hazrat Qudum Muhammad to'g'risida yaratganlari, to'g'risi Hazrat Billah vazalari,
Orqasiga. Assalomu alaykum, rahmat o'zi. Biz betlangani keldik. Restoranga. Hop, biz eski shaharga keldik. Buxoroni kechqurundan rosa chiroyli bo'lar ekan deyishdi. O'shanga yuramiz. Bunaqa arkadan kirar ekanmiz. O'zimizning eski shahar ko'chalariga o'xshab ketar ekan. Ha. Kirib ko'rib chiqsak bo'ladimikan? Nima bor ekan apasni? Barber shop. Shularni ham maqtab qo'yinglar. Ha? O'zimizdan shahar anchiki. Beto'xa meter.
Bu xonami rostdan? Ha. Kim anaqa kamikadze bo'lmoqchi bo'lsa, mana shu eshikdan shundoq kirishi mumkin. Yo, chiqishi mumkin. Eshikdan. Vau. Mana qaranglar, nima ekan? Arxitekturniy pamятник. Zo'r ekan. Karvonsaroy ekan. Simbolik karvonsaroy bo'lsa. Nasıl tushadigan joy ekan. Assalomu alaykum. Bu tepadan ko'rinish ekan. Bu gostinitsa o'zi. Chiroyli qilib qo'yishibdi gostinitsani. Ha? Zinani zo'r qurishibdi. Rahmat, sizga ketlam. Eshik chiroyli ekan. Ekan. Ух ты! Vau, ana shu. O'sha yerga boramizmi? Yo'q, bundoq boringlar, bundoq aylaninglar. Suvenirlar. Ha, başı chiroyli joy ekan bu yerda. Aha. Yaqindan olaychi, nima ekan? Ha, zo'r ekan. Chiroyli ekan. Qani bundoq qilib turing, o'tkinchimiz. Eski qilish ekan. Ha, qishlar eski. Haqiqiy eski.
Mana chiroyli ekan. Mana sizlar sotasizlarmi? Mana nechi pul? Mana zire. 20 ming so'm. Mana cho'ponlar. Chiroyli ekan, ichida zo'r narsalar bor ekan. Yok yine ben her yüzü suret çekimini aldım. Sabahda anu zdaniyaga borish uchun davom bilan boramiz devorda. Aniga borish uchun mana devorni yonidan o'tamizmi yo tashqariga chiqibmi? Ertalab boramiz. Ertalab boramiz. Yo mana shu yo'l olib chiqarmikan o'sha yerga? Deyapmanda. Altına yaxshi normal restoranda bor ekan. Ha bet qop qorong'i ekan. Yoqqa yuramiz. Ketdimmi? Yok,
Yo'qmi? Hop, biz endi kechqurungi shahardan qaytyapmiz gostinitsamizga. Xohlasa soat уже nechi bo'ldi? 11 dan 12 bo'libdi rovni. Rasmlarga tushib, videolarga olib qaytyapmiz. Shamolni teshib o'tyapti. Shamol bo'lyapti. Sizlarga videoda bilinmayotgandir. Shamol yaxshigina. Shu bilan xudo xolasa ertaga yana ikkita joyga boramiz. Videomiz davom etadi. Böyle su içselerken. Masjid bo'lsa kerak. وقفينا على آثارهم بعيسى kompleksimiz orqada binolargacha ko'rsa Bahodir Naqshband ziyoratgohlari deyiladi. Ya'ni Bahodir Naqshband Naqshbandiya tariqatini oxiriga yetkazib, o'sha o'zlari mana shu joyda bo'lganlar, shu yerda vafot etganlar. Bo'lgan joylari ham mana shu ziyoratgohning yon tomonida, orqa tomonida kichkina qishloqcha bo'lgan. Va bu yer Qasr Hindivon deb aytilgan o'z vaqtida. Endi Bahodir Naqshband aytdik, dunyoda mashhur hozir nafaqat O'zbekistonda, Qozog'iston, Tojikiston, Hindiston, Turkiya, Sharqiy Yevropalargacha Naqshbandiya tariqati tarqalgan. Mana shu tarqalgan tariqatni asoslarini yaratib tugallab berganlar. Endi bu tariqatni faqat bu kishi yaratmadi. O'shtonning ustozlarini ko'rib keldingizlar. 7-nafar, 7-lari kishi. Abdulxoliq G'ijduvoniydan boshlangan edi. Xo'jagoniya tariqati ham deyiladi tariqatda. Xo'jagon ya'ni Abdulxoliq G'ijduvoniy. Xo'ja Jahon. Shu nomlardan kelib chiqqan. Va shu ustozlari Yusuf Hamadoniy. Kecha bu shaharda tushirib o'tgan Yusuf Hamadoniy. Ya'ni Yusuf Hamadoniydan keyin bular halqani olib kelishgan.
halqa oltin silsila deyiladi. Ya'ni oltin silsilaki ustozdan shogird bir-biridan eshitib, yillar davomida xizmat qilib olib boradi. Ya'ni kitoblardan, hadis, boshqa o'qib o'rganmaydi. Ustozdan pir, shogird bo'lib o'rganadi bu halqa. Halqani boshida ya'ni payg'ambarimiz turibdi. U kishidan keyin Abu Bakr, u kishidan keyin Hazrat Hasan shunday halqa davom etib, 10-chilari Abu Bakr zamoniga kelgan. Va 7 talari mana shu yerda joylashgan. Nima uchun 7 ta? Chunki 7 ta mana shu oltin halqani 7 ta vakili qo'lida joylashgan. Endi bulardan keyin ham davom etgan. Bu Naqshbandiy onalarim joyi ekan. Shuncha yillik tarix asralib qolmoqda. Chiroyli. Kiramiz. Xudo xolalar kel. Xudo xolalar. Voy. Voy mam. O'g'ilmi, qizmi sizda? O'g'il. Necha yosh? 12. Oldingizmi bu narsa o'g'lingiz? Yo'q, nima olikan o'ylayman. Mana nima olsamikin parlarimda o'g'ildan. To'pposanmikan? To'pposi bo'ladi lekin. Do'ppa. Islombek unda sun'iy olsam bo'lar ekan. Nima qalammi? Voy, mana nech pul ekan? Mana nech pul? 25 ming so'm. Bu nima? Vau, chiroyligini. Ayvonlarda bir rasmga tushishgan. Ha. Cho'ponlarni kim? Oldi ayvonlar mana shunaqa qurilardi bizda ham esinglarda. Ha. Joyi zo'r. Olmaota degan joyi bor. Qizil Olmaota-da. U Xorazmda emasmidi u? Xorazmda emasmi? Joyi bitta. Shu yerda aytiladi, lekin bo'lmagan bunaqa voqea. Ha. Nima bo'lgan? Nima desang, Hozir boramiz aytib beringlar. o'sha yerga borganda. Rivoyat. Kalizlarga olib keldilar. Rosa rivoyat. Yaqinroq kelib olamiz. Kim yoniga tushsa o'shalar olib ketgan. Endi biz ko'rib turgan mana bu hovli salomxona hovlisi deyiladi. Ya'ni Amir shu yerda bo'lgan vaqtda kichkina eshik yotoqxonasi joylashgan. O'sha yerdan chiqib keladi va zinani to'g'risida Amirni taqdim etgan. Arkga ham boramiz hozir, xuddi shunday ko'rinishda. O'sha yerda taqdim o'tiradi va saroy ahli ertadan tongdan unga salomga mana shu yerga yig'ilishgan. Nigorxona deyilgan kutubxonasi. Kim Amir bilan ko'rishmoqchi? Shu yerda turadi. Mebellar asosan Fransiyadan mana shunday yopinchiqlar tikilgan ekan. Ha, bu otli uchun. Zardozlikni ko'p kishi biladi. Ya'ni Buxoroda qadimdan bo'lgan kasb. Hatto o'sha Ka'bat yopinchiq tikiladigan zardozlar ham Buxoroda ketgan tarixda degan ma'lumotlar bor. Buni mana shunday ot yopinchig'ini bitta mohir zardo'z 2 kishi 2 oyda tikishi mumkin. Arkka borganda Amri to'nlar bor ko'ramiz hatto. 6 oy davomida tikilgan 3 ta zardo'z. Xo'sh, bu xonamiz xonay bozi yoki shaxmat xonasi deyiladi. Ya'ni bazmlardan boshqa vaqtda
Yig'ilishlardan bo'shagan vaqtda Amir shu yerda shaxmat o'ynagan ekan. Bu tomonda kalendar haroratni ko'rsatgan, vaqtni sanani ko'rsatgan milodiy yil bo'yicha endi. Chunki ularga kerak edi. Bizda hijriy yil yuritilgan. Bu nima anaqasi? Bu kalendar. Yo'q, O'zi quyoshdir. Milodiy yilni ko'rsatadi, haroratni ko'rsatadi. bu optov deyishadi. Oy sana, yo'q. Oy sanani ko'rsatadi. Hozir ham bu. Yo'q, hozir. Yo'q, hozir ishlatilmaydi. Bu eski. Amirni o'zim uchun keltirgan. To'g'ridagi buyurma ko'rsatiladi. Yo'q. To'g'ridagi buyurma asosan Rossiyadan sovg'a qilingan. U kovushni ko'ryapsizlar, katta bu. Yirik ko'zi bor. Urushga borgan vaqtda rus askarlar ichidan ichimlik olib ichishga yordam kichkinasi. Ochiladi. U multfilmlar o'zi qanday ko'rinishda bo'lsa Amerikada shunday ya'ni shu yerda o'tirib katta saroyda saroydagi masalan rus vashilari bilan o'tirib shu yerda maslahat qilib olishgan. Yuqorida amirlarning surati. Amir Abdullaxon 1402-yilda olingan fotosurati. Bu tomondan birinchisi. Ikkinchisi 1912-yilda olingan Amir Olimxonning fotosurati. Yaqinroq boramiz. Ya'ni Buxoroning so'nggi ikkita hukmdori original fotosuratlar shu yerda saqlangan. Amir Olimxonning fotosurati e'tibor bersak, atrofi kichkina munchoqchalar bo'ladi, o'shandan qilingan. Amir Abdullaxonning fotosuratiga qarasangiz 1902-yilda olingan. To'liq atrofi pilladan qilingan uyushtralar, buyumlar azlangan. Hammasi o'sha vaqtda qolgan. Bu xonamiz Mirzaxona deyiladi. Ya'ni kotiblar turadigan joy. Amir mana bu yerda maxsus suhbatlarni uyushtirsa, mana bu xonada katta bazinlar xonada edi. Bu yerda maxsus suhbatlar, ko'rsangiz divanlar, kreslo o'tiribdi. Nechadir kishi bilan maxfiy yoki maxsus suhbatlar bo'lgan. Mana shu jarayonni kotib darrov rasmiylashtirib borgan mana bu yerda turib. Bu buyumlar barchasi ko'rsatiladi. Mana bu domino o'ynaydigan stollar ochiladi. O'zi shaxmat stol borda edi. Shaxmat stol ostida boshqa bilyard stollargacha bo'lgan ya'ni aytishadiki, ayollar qarasa yosharar ekan yoki qarasa rangi ko'tarib borar ekan. Bu qarashda o'ynab turib ishlanmaydi. Faqatgina o'sha boshqa joyda ishlanmaydi. O'sha idishlarga ko'rsangiz, idishlarda miniatyuraga o'xshagan tasvirlar bor. Buyumlarning tasvirlari mana bunday ko'zlar. Ulardan arkda ham bor. O'sha yerda ham bor. Moda, nima? Moda deyishadi. Dizayn. Bu tomonda ayollar asosan, ya'ni saroy ayollari faqat zardo'zi kiyim kiyib yurishgan. Ipakdan va baxmaldan bo'lgan Kechona band, kiyimlardagi fotolarda sochlarga qo'yilgan boyliklarning ustida shu kumushlar qo'yilgan. Endi xonaga xash dedik, o'sha noyob xonasi shuni kirib beramiz. Qo'shqo'rg'on xash dedik, mana shu xona 8 burchakli xona. O'sha amirni yaxshi ko'rgan ayol uchun qurgan binosi. Devorlari oltin suyuq bezalgan o'sha vaqtda, ya'ni bu yer storay mo'qi xossa degan salonotini. Storay yulduz, mo'q, oy. Ya'ni oy va yulduzlarga monand saroy deyilgan bu yer. Storay mo'q xossa. Shuning uchun saroyning har bir qismida oy va yulduzni ko'rish mumkin. Masalan, devorlarga qarasalaringiz, qayerdadir yulduzning ichida oy, qayerdadir oyning ichida yulduz tasvirlangan. Birinchidan
saroyning boshqa joylari, hozir kirgan saroyimizda gul bezaklari ko'pchilik e'tibor berayotgan yo'q, guldonlariga ularning ichida oy yulduzi bilan turibdi. Buxoro amirligining davlat bayrog'idagi ramz ham o'sha bitta oy va yulduz edi. Bu tomonda bino ayvonni ko'rib turibmiz. Ya'ni ayvon Mavritaniya uslubida qurilgan. Mavritaniya deyiladi. Ya'ni o'sha islom g'arbiga xos bo'lgan o'sha gumbazchalarni, qubbalarni yoki ustunlarni aylana ko'rinishdagi qilib qurish uslubi, ya'ni bu saroyda ham qo'llangan ekan. Aytdik, Sakovich va Margulis tomonidan bu yerni Buxoro oshini yegani keldik. Buloq degan joyga. Chiroyli ekan. Bizning joy tayyormikan? Buxorochi osh. Aziz Yok ekan. Yok ekan. Voy bizdan oldin boshlab yuboribdi git. Kelmasimizdan. O'ynayapsiz. Sani kuyga gapirayotgandik, ketardik. O'ynagan. Вам повезло это фото, вы знаете, вы когда-нибудь, если виды Бухары. Mama anneannem çıkacak. 25.000. Childirmangiz nechi pul? Childirmada nechi pul? Ляна? Ha. 300.000. Настоящий, музыкальный. Ha, bu o'ynasa bo'ladi. Nechi pulga berasiz? Konkretni oladigan bo'lsak. Bo'ladi. 1,5 million. Qalamdan ko'raman, o'sha childirma olaymi ekan? Ты как раз надо. Мне, купи, мне. Какие что стоит? А меч пляки? А, брат. Kecha bu bozor yopiq edi. Biz endi kech payt chiqdik shaharga, endi kunduzgi ko'rinishi. To'la narsalar. Bozor. Pero que tiene Que estos tiran para Дима завязали, с 4 сторон призывали на осаду.
это самая главная функция. Вторая функция — наблюдательная маяк. Маяк для путешественников, которые шли, караваны в пустыне, да, зажигался. Oxirgi manzilimizga kelganmiz. Shu bilan shu yerdan kim uyiga narsalar olsa, suvenirlar har xil ketaveradi kim uyiga. Eng chiroyli ot shu ekan. Xo'sh, zaryadkam kam qoldi. Ozgicha olaman, shu bilan tugaydi. Burada turgan xonalar qamoqxona, Voy yo'g'i. xona, rekxona, kanaxona deyiladi. Qopxona bizlarda kanaxona desa maxsus kanalar olib kelib saqlangan mahbuslarni jazolash maqsadida. Bu tomondagi tokchalar desa askarlar turishgan, 13 ta tokchasi bor. Darvoza oldida navbatlanmashib qo'riqlab turishgan. Kanalni chaqirishga kirgizishgan. Jazolashgan. Ark portcha so'z o'zbekchada qal'a degan ma'noni bildiradi. Umumiy maydoni orqada o'tib kelgan 4 gektar mana shu. Uni faqat 1 gektarda tarixiy binolar saqlangan. 3 gektari arxeologik hudud bo'lib qolgan 1920-yildan keyin. Chunki 11 ta samolyotlar shahar bombardimon qilinganda ark ham to'liq yiqitilgan. Hatto 2012-yilda bizda turgan devor, o'rtamizda devor yiqilib tushdi. Shuning ichidan portlamay qolgan snaryadlar chiqdi. Ya'ni samolyotdan tashlangan, portlamay o'sha joyda yorilib qolgan. Shunaqa snaryadlar shu yerdan ham topilgan ekan. Endi ark miloddan avvalgi 4-asrda qurilgan. Hozir milodiy 21-asr. Ya'ni 2500 yil bo'lgan qurilganiga. Hammaga rahmat tomosha qilganingiz uchun. Biz vokzalga keldik. Safarim qaridi. Sog' bo'linglar, like bosinglar, podpiska qo'yinglar. Rahmat hammaga.